1 kvadrati 300 ming so'mdan bo'lgan navisimiz obzorini qildi. Bunga nima ketadi? Bunga albatta birinchi o'rinda mana bunday 10 lik prutdan yasalgan esgullar ketadi. Albatta mana bunday profillardan boshlanadi. 3x2. Mana profilimiz 3x2 bo'ladi. 1x senada bo'ladi. Buni 4x4 bilan 4x2 buni masofasi kattaligini hisobiga bitta 4x4, bitta 4x2 qo'yib berganmiz. Arka simondagi mana bu turgan holati, mana arnaskatni bo'ladi. Bir tomonlama holati. Buni albatta bitgan holati 300 ming so'mlik navesimiz mana shu ko'rinishda bo'lib chiqadi mana. Shumkali varianti bo'ladi bu navesimizni. Stoykalari mana 8 ga 8 bo'ladi. Mana bu stoykalari 8 ga 8 bo'ladi. 1.7 senada bo'ladi. Mana bu burchak gullari mana bunday bo'ladi. Xohlasa mana bunday lazerli